Allo. Zahra opa, assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi, qizim? Rahmat ustoz. Qizim, siz nima ishlar qilib yuribsiz, bolam? Tushunmadim. Nima qilibman ustoz? Kecha sizni o'g'limni bir og'aynisi Tohir degan aktyor bilan ko'ribdi mashinangizda. Ha? Ish yuzasidan ko'rishgandik. Syomka bor edi. O'sha sizlarni birga ko'rgan yigit Tohirni ham tanishi ekan. Tohirga qo'ng'iroq qilib so'rasa, boshqacha gapiribdi-yu. Nima debdi Tohir? Siz Tohirning ortidan yurganmishsiz. Unga hamma syomkalarga ovqat tashirmisiz. Ustoz, Tohir o'zi shunaqa debdimi? Ha, o'sha yigit operator o'g'limning og'aynisi. Qizim, sizni tushunib turibman. Siz chin ko'ngildan unga mehribonchilik qilgandirsiz. Lekin atrofdagilar buni boshqacha tushunishyapti-da. Sizni tarbiyali, yaxshi qizligingizni bilaman, bolam. Agar shu yigit bilan rostdan ham munosabatlaringiz jiddiy bo'lsa, unga ayting. Uyingizga sovchi jo'natsin. Fotiha bo'lsin. Keyin unga unaqa ovqat tashib yursangiz yarashadi. Xo'p bo'ladi ustoz. Sizni tushundim. Qizim, qiz bolani sha'ni juda ham nozik bo'ladi. O'zingizga bunaqa gap orttirmang. Xo'p ustoz. Mayli.